Bolajonlar, hozir biz so'rovnoma o'tkazamiz. So'rovnomamizda hammamiz ota-onamizdan nimalarning hidi kelishini o'rtoqlashamiz. Bo'ptimi? Qani boshladik. Shohruzbekdan boshlaymiz. Shohruzbek, dadangizdan nimani hidi keladi? Sigaret. Nimani? Sigaret. Sigaret? Sigaret hidi keladi. Imonaxon, dadangizdan nimani? Atir o'zini alohida atir. Ha, o'zini alohida atir hidi bor. Abdulloh, Lekin o'zini alohida. nima atiri nomi? Alohida hidini bilasan? Shukronaxon, nimani hidi keladi dadangizdan? Molda. Molda hidi keladi. Qani, Bibinur? Tayapsiz ketarnasidi. Terlab pishib ketganda hidi, terdi hidi. Abdurahmon, dadangizdan nost hidi keladi. To'g'ri aytadi bolalar. Atir. Atirdi hidi. Atir. Nimani? Atir. Atirdi. Molda. Molda hidi kelar ekan. Atir. Atirdi. Shohruzbek, nimani? Atir. Ha, Navro'zaxon tiring. Nimani hidi kelar? Nos. Nimani? Nos. Nost hidi kelar ekan. Ayting. Molda.